Assalomu alaykum. Mastertom YouTube kuzatuvchilari, ayni damda Samarqand qayeri aka bu? Bu Gagarin deydi xalq tilida. Samarqand Gagarindagi obyektimiz. Obyekt haqiqatda gigantik obyekt, katta. Ko'ryapsizlar, normalniy расход bo'lgan obyekt. Bu obyekt haqida Abrorбек akamiz o'zlari batafsil ma'lumot beradilar. Sababi Adan Yagacha tom qismida o'zlari bosh bo'lib turibdilar. Xo'p aka, qanaqa yog'och mahsulotlar ishlatilgan? Bu obyektimizga rossiyskiy 15 ga 5 strapil olganmiz. Murlatkalarga 5 ga olganmiz. Saroblar temirdan bo'lgan. Saroblar. Tepadagi izaspan. Tepadagi izaspan buni vazifasi aka qishda tunka terilaydi. Shu konsertga suvni pastga o'tkazmaydi. Hali 3 silo 1000 vattamiz, yana B izaspanimiz bor. Konsertga tirmiz vazifasi bajaradi. Tirmiz vazifasi. Ya'ni ichkaridagi issiq sovuq havoni tashqariga olib chiqmaydi. Tashqaridagini ichkariga olib chiqmaydi. Tom yuzasi necha kvadrat? Bu tagi 300 kvadrat. Tagi 300 kvadrat. E'tibor berishingizni so'rardim. Tomda umuman ustun yo'q, faqat 4 tasidan tashqari. 4 tomonga 15 ga 15 profil o'rnatilgan. Aka gapingiz bo'lib, xonaning ichida qoladigan narsalar bular. Hali xona qilingandan bori olgan bilinmaydi. Umuman. Buni bug'iladi hali xonalarga. Xo'p, qanaqa tarzda o'rnatgansizlar aka? Buni aka 1 sent qalinlikda listni 30 qilib kestirib turib, rezbani o'tkazib piltani tagidan varit qilamiz. Piltani tagidan varit bo'lgan, o'tin mustahkam. Svarkadan 20 ga quyilgan, 4 stenka 15 ga 15, tepasidagi 20 ga 15. Xo'p aka, bu xo'p. Endi nima bu? Bu aka qarang, men bundan gapiraylik sizga. Men bu временный teshigimiz. Xo'p. Aslida bu yoqda zina bo'ladi. Bu keyin savolni bermoqchi edim. Qarangda, bu tomon nimaga hamma yoq pilta, bu yoq loy. Buni sababi aka временный bosib qo'yganmiz, bezopaslikka. Keyinchalik mana shu yerdan zina bo'lib masala chiqishadi degan. Ha, tushunarli. Bu burchak nima uchun qilingan? Aka, men ahamiyat bergan bo'lsangiz, orqa tomonda zigzag holat. Bu tomonda ham foydalanganlarda. Buni proyektini ustozimiz Samat aka Jalil qurganlar. Shunga ko'z bo'lgan uy unumli foydalanganlar. Mana shu yerda zigzaga borligi uchun qarasam, yana bitta stolga tushib qoladi. Keyin men orqadan stolga berdimda, tepadan ketgan progonga buni havoda berib qo'ydim. Bu ushlaydi, mo'shali svarga qilingan, 4 stenka. 4 stenka. Yana mana qo'limizda bor, bu tomondan ko'z qilib berib qo'yamiz. Bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, endi qarang. Mana bu arka. Bu arkani ko'p obyektlarda betondan qilishadi-da. Nimadan kelib chiqib profilga ishondinglar bu narsani? Endi qarang aka, betondan qiladiganlarga u buday olmayman. Haqiqatan baquvvat qiladi. Endi budjet tomonidan bu arzon tushadi. Deyarli necha barobar? 3 dan 1 ham tushmaydi. Sabab nimaga? Uni betondan quyish расход uncha emas, ustidan qimmatroq. Bunda ham, unda ham o'sha fason chiqaveradi. Bunda o'sha kalitkali tunkafon, alkafon bo'ladi. Betondan quyilganda ham. Tushunarli. Buni o'yagasiga bir yengil tushsin degan maqsadda qilamiz. Vaqtdan yutish maqsadda ham bo'lishi mumkin. Yaqinroq olib kelishinglarni so'rardim. Mana list qo'yib, sho'r 1, 2, 3. Buni bir so'z bilan aytganda, ustalanishda faqat men shunaqa list qilaman. Gap bo'lishi mumkin emas, aka, o'ta zo'r. Men hayronman aka, qarang. Abrishotkalar qani bu? Izaspan tepasida. Izaspan tepasida ko'rinmaydi. Kontrreka bor, uning ustida abrishotka. Demak, izaspan bilan abrishotkan orasida ham 5 sent konsertga joy borda. Farq bor. Bu narsani bilamiz. Kuzatuvchilar, abrishotka qani degan turli xil savollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytib o'tdik. Strapil 100% bitgan-a? 100% bitgan. Oldida ozgina ishimiz bor. Ustamiz tunkan boshlabdilar. Yo'g'ini ham tugatib beramiz. Tunkalar yetib kelgan. Uselinni ishlarimiz bilan shu abrishotka qolgan. Hali simlaymiz pastga. Chunki ko'ryapgan ustimizdan u yoqda xona bo'lmaydi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Obyektni ko'rib turibsizlar. Kelaylik, yog'och haqida ham ma'lumot beraylik. Yog'ochlarimiz aka Rossiya 15 ga 5 bo'lgan, sasni toza. Anaqa stolkalarimiz Bolur deydi, Samarqandda. 11 lik kruglay bo'lgan. Xo'p, endi yana bitta savol. Men siz obyektlaringizga ko'p kirganman-da. Siz mana shunaqa doira ustun ishlatasiz. Boshqa obyektlarga borsam 10 ga 10 brus to'rtburchagidan ishlatishadi. Именно bu bilan to'rtburchak ustuni farqini. To'rtburchak ustun aka katta daraxtlardan Rossiyada kesib oladi. Bu yosh daraxt bo'ladi. Ustuni Xitoy texnologiyasida rossiyaliklar shilib qizil pochoq jo'natadi bizga. Tushunarli. Bu o'zi bo'ladi. Brusi bo'lib jo'natgancha kuchi kamroq bo'ladi. Bunga nisbatan. Bu arzonroq ham. Brus qimmatroq. 10 ga 10 brus ishini, mana shuni 11 ligi ishini beraveradi. Bu 10 ga 10 brusdan arzon.
Ha, arzon ham baquvvat. Ammo qimmat bo'lsa kerak bu. Yo'q, bu arzon. Gap bo'lishi mumkin emas. Ommalashgan Samarqand. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi videomiz tommi ichki qismidan batafsil ma'lumotlarni berdik. Like bosib, agarda zarracha bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, biz o'zimizni maqsadimizga yetgan bo'lamiz va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. O'zbekiston bo'ylab, qo'shni davlatlar bo'ylab uyingiz yoki obyektingizni premium darajada tomni yopmoqchi bo'lsangiz, bemalol Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarning xizmatingizda. Aka, Allohdan adashmanglar. Master Tom nomer 1.